Obunachilar kelganda aka, отдельно bonuslarimiz bor. Tonirovka, parok, radiator zashitka, polik hammasi bor. Boshqa viloyatlardan mehmonlarimiz kelganlari uchun полный bak benzin, yotoqxona, gostinsa nomer. Также Jizzax somsasi, Lagande somsalar bo'ladi aka. Hammasi o'zimiz chiroyli qilib beramiz aka. Bizda 1+1 aksiyasi boshlangan aka. Nima degani? Bizdan mashina xarid qilgan mijozlar uchun chekini oladilar, baraban lotereya o'yini bo'ladi, o'sha yerda tashab qo'yadilar. Xo'p, o'shandan keyin yilning oxirida, yangi yilda nasib bo'lsa, mana bu Sovus S6 Urus ukasi desak ham bo'ladi. Shuni o'yinga qo'yganmiz. Mashina zavodga 60-70 shunka bo'lib keladi. Mana bu bo'lib bersangiz, plastmassa emas, baxt qilingan bo'ladi. Qarang. Bu yerda pamyat sиденьялар, hammasi 8 xil rejim bor upravlение. Bu yerda abogrefning o'zi 3 xil rejim bor ekan. Abogref. Abduvam shunday 3 xil rejim. Bunda ham Sony yaponskiy. O'zini o'zi bo'lib turib, hech qanaqa foizsiz, penyalarsiz. И также автокредит. Endi okalarimiz bor, avtokreditga menga chiqaradigan. Boshlang'ich 25% bilan chiqadi aka. 25%? 25% bilan. Gap yo'q. 60 oygacha rassrochkasi bor. Boshlang'ich ro'yizga qarab oy uzaladi aka. Assalomu alaykum aziz obunachilarim, yaxshimisizlar? Tuzukmisizlar? Mana men bugun Jizzaxga keldim. Endilikda Jizzaxda yangi avtosalon ochildi. Sultanov Motors tomonlama Sovest avtosaloni ochildi. Bemalol kelib, o'zingizga yoqqan modellardan kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Salon ochilgani munosabati bilan sovg'alar juda ham ko'p qo'yishgan. Televizor, parok, polik. Bu mashinani xarid qilganlaringizdan keyin 1+1 aksiyasi ketmoqda. Videoni oxirigacha ko'ringlar, to'liqroq ma'lumot beramiz. Agar kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, pastda unutgan bo'lsangiz, podpisatsiya tugmachasi bor. Shuni bir marta bosib qo'ysangiz, bizga obuna bo'lasiz, bizdan chiqayotgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishingiz mumkin. Bu mashinani qanaqa yo'l bilan xarid qilaman deysizlarmi? Naqd, avtokredit, rassrochka orqali bemalol olsangiz bo'ladi. Foizsiz o'z pulini bo'lib to'lashlar. Boshlang'ich 25% dan boshlanadi. Boshlang'ich to'lovlaringizga qarab 5 yilgacha rassrochka orqali bemalol olsangiz bo'ladi. Keyin bularda trading xizmatlari ham bor. O'zingiz haydab yurgan mashinangizni olib kelasizlar, bozor narxida hisoblab olishadi, keyin o'zingizga yoqqan modellardan ko'rib xarid qilishlaringiz mumkin. Sizlarni ko'p kuttirib qo'ymaymiz, videorolikni boshlaymiz. Obzorini Muhammad Ali aka bilan birgalikda boshlaymiz. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Aka, obunachilarga ham assalomu alaykum. Xo'p, aytib o'tamiz. Endilikda Sultanov Motors, ya'ni Sovest avtosaloni endilikda Jizzaxda bemalol kelaverasizlar aka. Biz ertalab soat 9 dan kechki 8 gacha biz ochiqmiz. Yo'q, bemalol kelaverasizlar. Jizzaxlik akalar bo'lsa bittadan olovchan tashab qo'yasizlar, sizlar uchun yaqin qilib salon ochib qo'yishdi. Xo'p, aka endi menga videoni boshida lokatsiyasini tushuntirib o'rasiz. Xo'p, lokatsiyasiga Jizzax shahri, prospektda Islom Karimov ko'chasida Shoh 67-V uyda bo'ladi. Yangi qurilgan Dream House domining pastida. Ko'rsangiz bo'ladi. Dunyo restoran ro'parasida desak agar ko'p kishi biladi aka. Agar yanada topa olmasangiz, pastda nomerlarni yozib qoldiraman. Telefon qilsangiz lokatsiyani tashab beradilar. Aka, obunachilarimiz kelsa nima podarkalar qilib beramiz salon ochilgani sababiga? Keling akajon, bitta ichkariga kiraylik, hammasini tushuntirib beraman aka. Xo'p, ketdik. Ana. Xo'p, mana kirib oldik. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Endi aka menga to'liq ma'lumot bering. Podarka bormi? Savolingizga endi javob beramiz. Podarkalarni so'raganingiz. Imенно sizni obunachilaringiz kelganda aka, отдельно bonuslarimiz bor. Tonirovka, parok, radiator zashitka, polik hammasi bor. Undan tashqari boshqa viloyatlardan mehmonlarimiz kelganlari uchun полный bak benzin, yotoqxona, gostinsa nomer. Также Jizzax somsasi, Lagande somsalar bo'ladi aka. Hammasi o'zimiz chiroyli qilib beramiz aka. Zo'r. Salonni ochilgani sababiga qaranglar, shuncha sizlarga bonus podarkalar qilib berishyapti. Albatta Swiss avtosaloni orqali, lekin bu hamma salonda ham bo'lmaydi bunaqa narsa, faqat bu Sultanov Motors tomonidan bo'ladi. To'g'rimi aka? To'ppa-to'g'ri aka. Xo'p, akam endi obzorni qaysidan boshlaymiz? Keling shu yonimizda S06 modelimizdan boshlab ketamiz akajon. Rangchisini qaranglar, neobычныйligini. Xo'p, Swiss S06. Xo'p, necha xil pozitsiya bor bunda? Buni 3 xil pozitsiyasi bor aka. 1.5, 1.6 и gibrid. Komfort, luxury, gibrid variant bo'ladi. Bu aka luxury variant. Bu 1.6 motorli bo'ladi aka. 197 ta ot kuchida ega bo'ladi aka. Shahar ichida 100 kilometrga 6 ta yetishda yegadi. Undan ko'p. Juda ham ekonomik-ku. Shunaqa katta gavdaga aka. Xuddi shunday aka. Bu full pozitsiya bo'ladi, to'g'rimi? Bu full pozitsiyasi hammasi bizda mashina turbinali bo'ladi. Turbinasi samoxlajlashi. O'zini sovutish tizimiga ega, shu sababdan ketib qolmaydi. Motori tsep bo'ladi aka bularni. Ходовойлari полный Макферсон bo'ladi, немецкий сборка.
Bu asal kuzov bilan ichki elektronikasi Xitoy bo'ladi. Motor, korobkasi, hadovoylar hammasi nemetskiy bo'ladi. Zo'r. Xo'p, aytib o'taman. Bizda 20 razmer litiy diska bo'ladi aka. Tormoznoy sistemalari полный ABS samoxlajlashi, bu ham o'zini o'zi sovutish tizimiga ega. Xo'p, aytib o'tganimdek, McPherson bo'ladi, независимый. Balka emas aka. Anchagina yumshoq. Endi buni bilgan bo'ladi-da. Shunday aka. Xo'p, bularni aytib o'tamiz alohida. Mashina zavodskiy 60-70% shumka bo'lib keladi. Shumka. Mana e'tibor bersangiz, plastmassa emas, baxit qilingan bo'ladi. Tosh uchganda aka salonga shovqin kirmaydi. Zo'r. Kuzovni o'ziga aka 10 yil garantiya, 3 sloy lak bilan pakret qilingan bo'ladi. Qaranglar, yonidan ko'rinishdan juda katta. Xo'p, beskolchovoy bor ekan, sensorli aka. Slipoy zona bor ekan. Slipoy zona hammasi bor ekan. Tak, kamera nechilik bu? Kamera 540 gradus kamera. 360 emas. Zo'r. Orqada tonirovka bor. Tonirovka. Zavodskoymi? Zavodskoy bor aka. Salon ichlarini ko'ramiz. Salon juda ham chiroyli. Nappa koja bilan ishlangan bo'ladi aka, eko koja emas. Sovuqga ham, issiqga ham chidamli. Akustika Sony'mi? Polniy yaponskiy Sony akustika. 8 ta kolonkasi bo'ladi, har bitta eshikda 2 tadan aka. Sony'ni bilgan biladi-da, Sony zo'r kolonka bo'ladi. Xuddi shunday. Bu olgandan keyin subwoofer qo'yib o'tirmaysiz aka. Sportivnikna, elektronniy sideniy. 3 xil rejim bor aka. Eko, sport, normal. Rulchani qarang. Rulchi juda ham необычный, yumaloq emas-da, короче. Qanaqadir boshqacha. Mana, hop. Rullari elektron aka, bir barmoqda. Qaranglar, mana, qaranglar. Anchagina yumshoq aka. Zo'r-ku bu. Olgan odam mazza qiladi ekanda buni. Xuddi shunday aka. Xo'p, mana ko'rib turibsizlar. Bunda eko rejim ekan. Nechta rejim bor aka? 3 xil rejim. Eko, normal, sport aka. Zo'r. Kattagina monitor, 32 lik televizor bu aka. Juda kattagina ekan. Zo'r. Mana bu yerdan o'zini pultdan qaranglar. Oho, ikkita pultmi aka? Ha, endi необычный ekan, ikkita pultlar. Akalarimiz bor, ayollar bilan haydaylar. Bir kun ayollar bilan o'zlari uchun. Bu ham zo'r variant. Mana bu yerdan qaranglar, беспроводной зарядниklari bor, охлаждайчisi bor. Birdan sovutib ketadi. Telefon qizmaydi. ABF bor aka, голосовой управление bor, disk rejimlari bor, lyukda, derazalarda, bagajda, hammasida bor. Barda холодильник ham bor-a? Barda холодильник bor. Обязательно. Shuncha komfort qaranglar. Yana sizlarga qanaqa komfort kerak, endi bilmadim, lekin zo'r. Xo'p, orqalaridan ham bitta ko'rib olsak bo'ladi. Qisqacha ko'rsatib o'ramiz. Orqa rangchasi zo'r ekan. Anchagina keng aka. Lyuklari kattagina panorama, orqada USB portlari bor. Zo'r. Orqadagi klimat zona отдельно bo'ladi aka. Sovutish tizimlari hamma o'zi uchun qiladi. Oldingi odam, например, pechkan yoqsa, orqadagi o'ziga uchun konditsioner yoqsa bo'ladi. Zo'r. Голосовой управление bor-a bunda? Bor aka. Rangchasi lekin zo'r. Narda greymi nima deyapti? Narda grey aka. Zo'r lekin. Hozir ko'pchilik shunga ma'qul bo'lib qolgan. Ko'pchilik shundan olyapti lekin rangi zo'r lekin. Bagajlarni bitta ko'rsatib o'rsak, orqalarini. Hop, elektronikana bagaj. Elektronniy polniy aka. Zo'r, bagaj ham kattagina, qaranglar. Mana. Ikkita, uchta qopni bemalol ortib ketaverasizlar. Shunday. Zo'r. Yopilishi ham elektronniy. Xavfsizlik bo'yicha bu ham zo'rmi aka? Ha, aka, disk rejimlari bor. Bagajda, lyukda, takje derazalarda hammasi disk rejimi bor. Gap yo'q. Buni qanaqa yo'l bilan xarid qilsa bo'ladi aka? Xo'p, buni xohlasangiz naqd pulga, xohlasangiz рассрочкаga, рассрочка o'zini o'zi bo'lib to'yish, hech qanaqa foizsiz, penyalarsiz. И также автокредит. Okalarimiz bor, avtokreditga menga chiqaradigan. Ular uchun ham bor. Endi kimga qanaqa variant ma'qul bo'lsa, bemalol o'silaringiz bo'ladi. Xuddi shunday aka. Keyin aka, рассрочка orqali dedingiz, necha foiz bilan chiqadi boshlang'ich? Boshlang'ich 25% bilan chiqadi aka. 25% bilan. 25% bilan. Gap yo'q. 60 oygacha рассрочкasi bor. Boshlang'ich to'lovga qarab oy uzaladi aka. Zo'r. Hozir 25% to'lov qilishdi mana shunga. Boshlang'ich necha pul bo'ladi? 86 million bilan bir kunda olib chiqasiz. 86 million bilan bir kunda. Zo'r, lekin bemalol kelib, 10 milliongacha bonuslari bilan chiqarib beramiz aka. 10 milliongacha bunga bonus. Bonuslar. Yana modeliga qarab bonuslar farq qilib ketaveradi. Xuddi shunday aka. Zo'r. Ranglari necha xil? Ranglari 5 xil rang bo'ladi aka. Oq, qora, narda grey, temno siniy bo'ladi aka. Har xildan bor. Har xildan bor. Xo'p, aka, narxi necha pul? Narxi aka, tan narxi bu modelimiz, bu luxury bo'ladi, ikkinchi full pozitsiyasi benzin variantida. Bu 364 million. 344 millionligi ham bor, takje gibridi ham bor aka. Tushunarli. Lekin aka qarang, rangi o'zgarsa, narxi o'zgarmaydi? Yo'q, bunaqada yo'q bizda. Avvallari bor edi, o'zi boshqa emas aka, bizda bunaqa emas. Xohlaganing o'sha narx bilan olib chiqasiz. Gap yo'q. Endi unisidan davom etsak bo'ladi, S07 dan. Endi bu o'zi boshqa model. S07 bu. Sразу aytib o'taman. Bu S07 Saus S07 modeli, luxury variant bo'ladi bu ham. 1.6 turbinali motor, 197 ta ot kuchi bu. Dalnida 5 litr yeydi. Bu uchun 7 kishilik bo'ladi aka. Shahar ichida 6 ta yetdi maksimum. Shunaqa katta gavda. 7 kishilik deyapsiz. 7 kishilik aka, panorama. 7 kishilikka shuncha rasot qarang. Xuddi shunday. Keyin aytib o'tdi, oldi monolit qo'shli faralar bilan jihozlangan bo'ladi. Mana bu yerda faralar, adaptivniy faralar bo'ladi. Bu 3D ekan bu. 3D risotkalar bo'ladi. Kamerasi bu ham 540, polni hamma joyda datchiklari bor aka.
Hop. Ya gap yo'q. Uzoqdan kelayotganda bittada bilasizlar suv ichib kelayotganligini. Xuddi shunday. Kechasi aslida liga ko'p o'xshatadilar Ha. aka. 400 millionga aka lit. Haqiqatdan. Bizda desak ham bu ham shu aka 20 razmerli diskalar bo'ladi, liti, quyma. Xo'p, bu ham shu barxitda ishlangan bo'ladi. 60-70% shunga bo'lib keladi bu ham zavoddan. Zo'r, gap yo'q. Kamera nechilik? Kamera 540 aka. 540 bunda silikozonni Ключевой достуplari bor, sensorli, knopka emas aka. Silikozonni bor. Knopkalarda aslida moykada suv kirib qolsa agar buzib qoladi aka. To'ppa-to'g'ri ekan. O ichi qaranglar, chiroyligini bordoviy ekan bu aka. Ha, endi aslida bu merch dizaynga ishlangan bo'ladi. Bu ham nappa koja. Qarang. Bitta pamять сиденьялар hammasi 8 xil rejim bor upravlение. Abogrefning o'zi 3 xil rejim bor aka. Abogref. Abduvan shunday 3 xil rejim. Bunda ham Sony yaponskiydan terilgan bo'ladi, 8 ta kolonkasi bo'ladi bunda. O'zi Soyizda hammasi Sony ekanda aka. Endi bizlar qo'yishga yarasha originaldan qo'yamizda aka. Endi olgan taqdirda olgan odam yana расход bermas. Albatta. Endi bunday olib qarasangizga premium mashinalarda Sony ishlatiladi. To'g'rimi? Xuddi shunday akajon. Xo'p, sedenlari bu ham koja. Pon qo'sha bitta belni upravlatiladigan joylari bor. Hammasi Xo'p, rullari qanaqa bo'ladi aka? Elektronli bo'ladi. Ha. Elektronli голосовое управление, адаптивный круиз-контроль, полоса удержания, самоторможение hammasi bor aka. Qaranglar, klimatı 3 tami aka? 3 ta. Shofer tomonidagi отдельно, u tomonidagi отдельно, orqadagini отдельно aka. Zo'r. 50 watt беспроводный zaryadnik охлажденияsi bor, pastakanligi bor. Zo'r, barda xaldeniga bor ha aka? Bor aka. Bu ham panorama tomli bo'ladi aka. 7 kishilik, ikkinchi rad ham aka anchagina keng. Bir birovidan zo'r aka. Qaysini olishni odam bilmaydi kelgandan keyin. aka. Orqalarida USB port, keyin Type C porti ham bor. Xo'p, aytganlaridek panorama lyuk kattagina, orqalari ham juda ham keng. Ikki mana bu sirenasi yotadi orqaga. Bunday. Yotadi aka. Oldi orqaga boradi. Oldi orqa ham boradi, ko'rsatib beraman. Ana oldi orqa boradi. Ya'ni 60 gradusgacha mana bu o'zi yotadi aka. Bel og'rimaydi. Xohlasangiz spalni ham bo'ladi. Polni yotadi ham aka. Mana 7-o'rindig'i zo'r. Bo'ldi, ko'tarib qo'ysangiz bo'ladi. Biz orqalarini ham ko'rsataveramiz sizlarga. Ana 7-o'rindig'ida qancha joy bor? Vidini qaranglar. Zo'r ekan. Shundan bitta bosib olishim kerak-da aka. Nasib aka. Nasib, xudo xolasa yaqin kunlarda bosib olamiz bironta. Yo'q, yo'q aka mana. 3-rad ham anchagina keng aka, katta kishi ham spokon kirib ketadi. Ikkita katta odam kirib xuddi shunday aka. Anchagina katta bagaj bo'ladi. Bolalar uchun, yeb ichar uchun ikki tomondan joylari bor, konditsioner keladigan, konditsioner, охлаждение, полный ventilyatsiya keladigan joyi ham bor. Bitta zaryadnik xohlasa bolalar qo'yib, planshet o'ynab ketgan bo'ladi. Aka 3-qatordagi odamni 3-chi qilishganda. Shunday aka. Bitta полный детский rejimlari bor, narsaga o'zi to'xtab, детский rejimlari bor. Zo'r lekin xavfsizlik bo'yicha zo'r ishlangan bular. Ha, zapaska tagida. Xo'p, ha. Qora rangi, xo'p. Bu oq ekan. Necha xil rangidan bor bulardan? Bularda ham shu aka, 5 xil rangda bo'ladi. 5 xil rangi bor. Bu full pozitsiyami? Bu full pozitsiya. Bu full pozitsiya. Xo'p, narxlari qancha buni aka? Narxlari tan narxi aka 403 million. Tan narxi bo'ladi. Bunda ham shu 25% dan rasolga olib chiqsa bo'ladi aka. 60 oygacha bo'ladi. Bu ham fullmi aka yonidagisi? Yo'q, bu komfort pozitsiyasi. Bu komfort pozitsiyasida. Xo'p, buni narxi necha pul? 500 motorli. Bular narxi 364 million. Yo'q, gap yo'q. Bunisi full, bunisi komfort pozitsiya. Ikkita pozitsiya bor. Ikkita pozitsiyasi bor. Zo'r, gap yo'q. Necha yil garantiya beriladi aka? Garantiyasi 6 yil garantiya beriladi, 200 ming kilometr. Qaysi biri birinchi kelsa. 200 ming probegni qancha vaqtda bosib o'tasizlar? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Keyin nimani aytib o'tamiz aka, ko'p kishi so'raydi, metan, propan qo'ysa bo'ladimi? Aka, impermeter ikkalasiga ham qo'ysangiz bo'ladi aka. Garantiyasi o'chmaydi, ko'p kishilar o'chadi. Nima qachonki o'chmaydi? Qachonki o'zimiz servisda kelib o'rnatib ketsalar agar garantiyasi o'chmaydi. Ha, gazni kelasizlar, o'zlaridan qo'ydirsanizga garantiya o'chmaydi. Xuddi shunday aka. Zo'r. Qaysidan davom ettiramiz? Keyin aka, S09 dan davom ettiramiz. Hop, S09. O, mana bu turishini qaranglar. Uzoqdan boshqacha video aka. Bu gibrid bo'ladi aka. Bu gibridning Pro varianti bo'ladi. Hop, mana Pro'si, keling, Pro'dan boshlaymiz. Hop, tashqi ko'rinishlari juda ham zo'r, dizaynlari. Aslida mana bu faralari bilan oldi bilan bu ancha kattaroq, 7ga nisbatan. Hop, полный запас общий ходи, mana shunga ko'p kishi qiziqadi. 1200 km. Tokni o'zida aka 200 km yurib beradi. Generator motor bo'ladi, benzin quyib bersangiz o'zini o'zi zaryaddan beradi aka. Общийda 4 litr, 5 litr maksimum yeydi aka. Benzin qo'yganda o'zini o'zi zaryad beradi. Xuddi shunday. O'zini o'zi zaryad beradi. Bunda ham shu aka. 20 razmerli litiy diskalar bo'ladi. Polni bunga ham baxt bilan ishlangan. Hammasi shunaqa ekan aka. Hammasi shu aka. Bizda unaqa ajratish yo'q. Avvallari bitta pozitsiya kam bo'lsa, lukni olib tashladilar, yo'q, bittasi yo'q bo'lardi, bunaqasi yo'q. Bularda hammasida luki bor. Hammasida luk bor. Panorama luk, o'sha narsa. Sensorli bo'ladi. Hop, kamerasi nechilik bunda? 540 aka. 540. O, salon ishlari neobычный rangi aka. Bunda nappa koja bilan alkantara kombinatsiya qilib ishlangan aka. Anchagina yumshoq.
Ranglari ham необычный bo'ladi. Zo'r. Buniki undan ham katta ekan, monitor aka. Ha, undan ham katta. O'zi pozitsiyaga qarab kattalashib ketyapti-ku. Bu S9. Bularda podstakannik joylariga aqlashlash rejimlari bor. Podstakannikda bormi? Ha, o'zini sovutadi, даже natikalarni qo'ysangiz. Barlari ikki tomonlama ochadi. Barlarni o'zi ham shunaqa ekan. Besprovod zaryadniklari telefonda не только telefon, pultida ham bor ekan. Batareyka almashtirib yurmaysiz. Zo'r. Magazinlarga bor. Panorama kattagina lyuk. Hop, orqalarini ko'ra olamiz. Endi pozitsiyaga qarab o'zi komfort ham ko'p bo'lib ketayotganda aka. Anchagina katta aka. Hop, mana orqadan ko'rinishlari. Zo'r lekin. Endi zo'r deydi-da, endi o'ylashlaysiz mumkin, kommentariyada yozadi bir xillar. Buncha maqtaysan deb. Endi nima desam bo'ladi? O'zingiz ko'rib turibsizlar, shuncha komfort. Endi qanday buni yomon deyish mumkin? Hamma narsa bo'lsa. Nima dedingiz aka? Endi zo'r deydi. Uchinchilarda anchagina yana keng aka. O'zi ancha kattaroq. Lekin endi aziz obunachilar, negativ yozish shart emas. Men просто bor narsani sizlarga endi ko'rsatib beryapman. Endi komforti zo'r. Endi ma'qul kelsa kelib ko'rib olib ketishlaringiz mumkin. Endi bir xilaga ma'qul, bir xilaga yo'q. Xuddi shunaqa. Hammani unaqasi har xil bo'ladi. Kelib bemalol bitta provays bo'lsa bo'lishdi. Kelib bitta test drive qilasiz, yo'qsa yo'qdi. Albatta. Aka bemalol boshqa modellarimizni taklif qilishimiz mumkin. Zo'r, mana kelasizlar aytganlaridek bitta pasport yo bitta pravachani olib kelib, test drive qilib haydab ko'rsangiz ma'qul bo'lsa olsangiz bo'ladi. Zo'r aka. Buni narxi? Buni narxi aka 456 million. 456 million. Bu full edimi pozitsiya? Bu pro variant. Bu pro variant. Full ham bormi buni? Full ma bu, max variant ham bor. Keyin buni aka рассрочкаga shu narxda agar naqdga olaman deganlari akalar bor deb avtokredit 100 milliongacha skidkasi bor aka. 100 million? 100 milliongacha. U например o'zini narxi 456 million bo'lsa agar 379 million 369 millionga chiqadi. Naqdga olsa 100 milliongacha 95-96 million atrofida skidka bo'ladi. Skidkasi bor. Zo'r. Bunaqa narxda hech kim sizga 7 kishilik panorama tomli gibrid mashina bermaydi aka. Albatta aka, u orqadagi qanaqa qora ham zo'r ekan u. U aka benzin varianti. Shuni ko'rsatib o'tsak-chi? Hozir bu farqi bormi bu bilan bunda? Bu gibrid, bu benzin. Bu gibrid edi. Bu 2 turbinali motor. Bu benzin, to'g'ri. Hozirgi obzor qilganimiz gibrid edi. Bu benzin ekan. Bu benzin varianti 2 turbinali motor bo'ladi aka. 254 ta loshatkasi bo'ladi, ot kuchi. Ancha mashina bo'ladi, mashina. Rasxoti? Rasxoti aka 8 ta 9 ta. 10 taga chiqadi. Endi bosishga albatta. Michelin. Alohida aytib o'raman, Michelin. Даже qimmat inomarkalaringizdan Michelin qo'yiladi. Endi bilgan biladi, buni narxi normalniy turadi, 400 Michelin. O'zi bilasiz. Endi bilganlar bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar qani. Bilsa ham bo'ladi aka. Hop, bundan o'sha. Endi bunda bo'lmasa ham bu yerda edi. Shunday aka, slippoy zonalari hammasi bor. Hop, zo'r. Ichini ko'rib qo'ying. Podsetka chaqiradi, video beryapti-ku. Rangi o'zgaradi buni podsetka? O'zgaradi aka. 18 xil rang bo'ladi. 18 xil rangda. Nastroyga qilib qo'yaverasizlar. Sony akuska, buni o'zi aytib shart emas. Hammasida bor. Hammasida bor. Kojinni, bismillah, qani bitta bir ichiga o'tiraylik. Napa koja, aquaprint bilan modellangan bo'ladi, anchagina boshqacha ushbu. Eko rejim, bunda nechta rejim bor ekan? Bunda 3 ta aka. Eko, normal, sport. Bizlarga alohida aytib, xrustalli bo'ladi, ruchная работа bo'ladi bularga. Qirilmaydi, chizilmaydi, hech narsa sinmaydi. Zo'r. Kattagina голосовой управление bor. Hammasida bor o'zi. Hammasida bor. Aka, bunda abagrev abduf bormi? Abagrev abduflari ham bor ekan. Hammasi sensor. Kamerasi ko'p kishi ishonmaganlar uchun yozib ham qo'yilgan. 540 360 emas. Ikkita podstakannik, bu ham bari ikkita tomonga o'chiradi aka. U zo'r. Anchagina katta bor. Gap yo'q. Orqalari ham bitta. Ranglardan muammo emas. Salon ranglari deysizmi, mashina o'zi. Salonda rangini ham tanlasa bo'ladi. Tanlasa bo'ladi. Mashina, salonni rangini tanlaysizlar. Endi aka rangi o'zgarsa narxi o'zgarmaydimi? Salon rangi? Yo'q, bunaqasi yo'q bizda. Hammasi narxi bir xil aka. Salon ichini o'zgartirasizlarmi yo tashqarisini boshqacha qilib bo'ladimi? Narxida qoladi. Bemalol o'tirsangiz, men bo'yim 185 aka, spokойно o'tiraman. Yotib ketaman. Ikkinchi ratni o'zi uchun. Zo'r, mana hozir bitta bukcha tushlar ko'rsataman. Mana qaranglar. Ko'ryapsizlarmi? Oxirigacha turibdi bu. Orqaga surilgan bu, oldinga surilib qo'yilmagan bu. O'zini abagrev nimalari orqada bo'ladi ularning. Mana bunda pastda abagrevi bor. Zo'r. Hop, qora rangi degan qora o'zi boshqacha-da, baribir boshqa video beradi-da. Tем более bunaqa crossoverda Jeepga endi qora bo'lmasa bo'lmaydi. Yo'q, hozir bir minut. Ana bo'ldi, ulgurdik. Zo'rlik. 7 kishilik bu ham. 7 kishilik. Anchagina keng, katta. Agar oilada 5 kishi bo'lsa, tushirib qo'ysangiz, kattagina bagaj hosil bo'ladi. Xuddi shunday. Yotqizib qo'ysangiz. Ana 7 kishi bo'lsa ko'tarib qo'yasizlar. Lekin atak shunga ham mana bagaj yomon emas, kattagina. Endi bilmayman videoda qanday ko'rinyapti. 7-o'rindiq qilib qo'ysangiz ham kattagina bagaj bor. Hammasida disk rejimlari bor. Bagajda lyugida derazalarda. Aka, buni hammasiga garantiya bir xil beriladi. Hammasida 6 yil garantiya, 200 ming kilometr akajon.
Xo'p, zapchastdan muammo yo'q, to'g'rimi? Zapchastdan muammo yo'q aka. Shunday kelsalar o'zimiz servisda chiroyli qilib beramiz. Gap yo'q. Hammasida bemalol rastroshka orqali olasizlarmi, narx olasizlarmi, avtokreditni farqi yo'q. Uni narxi nechi pul aka? Uni narxi 429 million aka. 429 million narxi. Xuddi shunday. Xo'p, bunisi qanaqa variant edi mana bu? Buni gibrid varianti, bu max varianti. S09 max varianti. Bu full bo'lyaptimi shunda? Full bo'ladi aka. Bundan full yo'q boshqa. Bundan full yo'q. Eng full shu bo'ladi aka. Xo'p, mana. Buni ichini ham o'z bitta ko'ramiz. Исключой do'stlar, sensorli bo'ladi aka. Hammasida bor. Hammasida bor. Gap yo'q. Bunda помещение bor ekan aka. Помещениялар bilan hammasida bor aka. Buni qarang, endi rangiga mos qilib qo'yishgan. Qanday podsetkachani? Podsetkani o'zi tayinlab bo'lasiz polnis. Gap yo'q. Bunda ham o'sha hamma komfort bor. Hamma komfort bor. Hozir sanab o'tgan Klimat zonalari 3-riyadgacha borgan. Konditsioner nimalar tepalarga. Hammani deflektorchalari. Hammasi zo'r. Mana yonidan ham qaranglar, orqada o'tirgan odam yonidan qilsa bo'ladi. Orqada qilsadan bo'ladi, oldinroq tomondan ham bor. Orqaroq sursa, har tomonlama komfortda. Nima kelish kerak, ko'rish kerak, haydash kerak, keyin olib ketish kerak. Test drive qilish kerak bo'ldi aka. Keyin olib ketish kerak. Sразу. Zo'r. Xo'p, aka endi menga salonni qisqacha lokatsiyasini yana bir marta tushuntirib yuborasiz. Xo'p, salon lokatsiyasi Islom Karimov ko'chasi, Jizzax shahri, prospektda joylashgan bo'ladi. Dunyo restorani ro'parasida yangi qurilgan Dream House uyini tagida bo'ladi domni. Sizlar agar chiroyli qilib beramiz. Imina Amirbek akani obunachilar bo'lsalar agar bonuslarni bombasini qilib beramiz. Gap yo'q. Ya, aka kutaymi? Naqdmi? G'ayda men g'utanglar, men kadr muhimman shunday. Xo'p, shuncha bonuslar qanday yetadimi aka? Aka, aka ko'p bo'lib ketdi-ku bu. Xo'p, yo'q, qo'ying, yana bittasini qo'shamiz. Eng muhimini aytamiz. Bizda 1+1 aksiyasi boshlangan aka. U nima degani? Bizdan mashina xarid qilgan mijozlar uchun cheklovlarlar, baraban lotereya o'yini bo'ladi, o'sha yerda tashab qo'yadilar. Xo'p, o'shandan keyin yilning oxirida, yangi yilda nasib bo'lsa, mana bu Sovist S6 Urus ukasi desak ham bo'ladi. Shuni o'yinga qo'yganmiz. Endi baxtli obunachimiz bo'lgan obunachilarga nasib qilsa agar shunday bepulgina 5 narsasi shundan bir kunda olib chiqib ketadi. Gap yo'q. Kimni omadi kelib qolsa, o'yin o'ynaladi deyapsizlar. Yilning oxirida, yangi yilda agar kimga nasib qilsa, mana shuni olib ketishlaringiz mumkin. Hech qanaqa pul bermaysizlar. Shunday sovg'a qilinadi. Shuni mashina xarid qilgandan keyin. Bo'ldi. Shunday. Keyin bu narsasi hammasi haqqoniy aka. YouTube, Instagram nimalarimizda, profillarimizda primo efir, jonli efir orqali hammasi ko'rsatiladi. O'ynaladi bemalol. Unga ham ish olmasalar, bemalol kelib o'sha kun ko'rib qanday bo'ladi? Xuddi shuni. Bemalol ko'rib lekin bo'ladi. mashina xarid qilgandan keyin chek tashladi, keyin omadlaringiz kelib qolsa o'zinglar olishlaringiz mumkin. Xuddi shuni aka. Undan tashqari maishiy texnikalar bu bonuslar. Bundan tashqari o'tdimi, yo'qmi? O'shani aytib maishiy texnikalarimiz ham bor. Undan tashqari yana qimmatbaho sovg'alar bor-da. Shunday beramiz. Lotereya o'yinsiz hech narsasiz, televizor, konditsioner, mikrovolnovka hammasi bor aka. Вообще lekin salon ochilgandan keyin juda bosib yuboribsizlar. Endi aytaman, O'zbekiston bo'yicha desak ham adashmaymiz. Jizzaxni aytamiz. Jizzax bo'yicha bunaqa avtosalon bironta bonuslar qilib bermaydi. Albatta bu Swiss avtosaloni Sultanov Motors tomonlama bo'lyapti. Sultanov Motorsni ancha his qildi aka. Albatta, akajon, katta rahmat sizga to'liq ma'lumot berganingiz uchun. Arzmaydi. Bemalol kelaverasizlar, akamizga aloqa qilishingizga Xudo xohlasa sizlarni chiroyli tarzda kuzatib yuboradilar. O'zlariga yoqqan modeldan kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlarni Jizzaxdagi Sultanov Motors, ya'ni Swiss avtosalonida kutib qolamiz. Bemalol kelaverasizlar.